Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 4-mart kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi va ertalab ayrim joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir va qor yog'adi. Ayrim joylarga kuchli tuman tushadi. Shamol-g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, 2 darajalik. Kunduzi 7-12 darajalik. Ustyurtda kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduzi 2-7 darajalik bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Kuchli tuman tushadi. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 2-7 darajalik, kunduzi 7-12 darajalik bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Kuchli tuman tushadi. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 darajalik, kunduzi 7-12 darajalik bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yomg'ir yog'adi. Kuchli tuman tushadi. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-10 darajalik, kunduzi 10-15 darajalik bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kuchli yomg'ir yog'adi. Tuman tushadi. Shamol g'arbdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 3-8 darajalik, kunduzi 10-15 darajalik bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.